Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. O'zbekiston telekanalida Xasta bo'lmang ko'rsatuvi studiyada men Nigora Karimboyeva barchangizga yaxshi kayfiyat, sog'lik, salomatlik tilagan holda bugungi dasturimizni boshlaymiz. Hurmatli teletomoshabinlar, bugun biz yana bepushtlik haqida gaplashamiz. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, ayollar va erkaklar bepushligiga sabab bo'luvchi omillar va ularni bartaraf qilish yo'llari haqida mavzu yuzasidan suhbatlashish uchun studiyamizga tibbiyot fanlari nomzodi, shifokor reproduktolog Muhayyo Maqsudova rahbarligidagi Siz ona bo'lasiz klinikasini bir guruh mutaxassislarini taklif qilganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Marhamat, o'z o'rningizni egallashingiz mumkin. Bugungi ko'rsatuvimiz ekspertlari bilan tanishing. Muhayyo Maqsudova, tibbiyot fanlari nomzodi, shifokor reproduktolog. Ra'no Qudratova, shifokor reproduktolog. Dilnoza Narzillayeva, shifokor reproduktolog. Ayjan Chartayeva, shifokor ginekolog, endi jarroh. To'ychiboy Nishonov, shifokor genetik. Nuriddin Anvarov, shifokor urolog, androlog. Gulbahor Yoqubova, biolog. Asal Hoshimova, embriolog. Hurmatli teletomoshabinlar, Xasta bo'lmang ko'rsatuvi jonli efirda. Agarda mutaxassislarga savollaringiz bo'lsa, bemalol studiyamizda ishlab turgan telefonga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Tusha olmasangiz, Telegram chatimiz ham mavjud va birinchi suhbatdoshimizni tanishtirib o'taman. Tibbiyot fanlari nomzodi, shifokor reproduktolog Muhayyo Maqsudova. Yana bir bor xush kelibsiz. Rahmat. Muhayyo, sizni ko'rmaganimizga ancha bo'lib ketdi. Bilamiz, hayotingizda xursandchilik ro'y berdi. Yana farzandli bo'ldingiz. Chin dildan tabriklayman, muborakbod aylaymiz. Umri bilan bergan bo'lsin. Chunki bizni studiyamizga kelayotgan har bir shifokor bizni oila a'zoyimizdek bo'lib qoladi-da. O'shaning uchun bizni yaqinimizsiz. Muborak bo'lsin. Va mavzudan chetlashmagan holda bir narsani aytamanki, yoshligimizda bizni, ya'ni ayollarni, qizlarni organizmi bilan nimaiki ro'y bersa, biz albatta ginekologga borardik. Ginekologdan boshqa shifokor yo'q edi. Ya'ni reproduktolog so'zi bizni tilimizga kechroq kirib keldi-da. Bu qanday shifokor ekan, nimasi bilan ginekologdan farqlanar ekan, yoki erkaklar urologga borardi. Shuning uchun aynan hozir ko'rsatuvimizni boshlashdan avval, ya'ni savollarga o'tishdan avval akushер ginekolog va reproduktologni farqi haqida gapirib bersangiz. To'g'ri aytdingiz, Nigora opa. Rahmat avvalambor kattakon bizning jamoamizni yana bir marta shu perdachaga taklif qilganingiz uchun. Reproduktolog bilan ginekologning farqi nimada? Aytganingizdek, oldinlari bepushtlik bo'lganida faqatgina ayolni, ya'ni kelinni olib ginekologga borilardi-da, shamollashni davolab mana farzandli bo'ldi deyilardi. Bugungi kunda bu aynan nima deydi, ilm desa ham bo'ladi, buni kengaydi. Ya'ni bizda reproduktologiya soha paydo bo'ldi va bunda biz nafaqat ayolni, balkim uni turmush o'rtog'ini, ularni hayot turmush tarzini, ularni genetikasini, ya'ni irsiyatini o'rganib, gormonlarni o'rganib, chuqur o'rganadigan bo'ldik. Avvalambor albatta bu hammasi bepushtlikka yo'naltirilgan, ya'ni shu oila farzand ko'rishiga va undan tashqari nafaqat farzand ko'rish, balkim sog'lom farzandga erishishga yo'naltirilgan bir ilm hisoblanadi. Va mana bilasiz, bizda 2019-yil O'zbekistonda prezidentimiz tomonidan qonun tasdiqlandi, aholi salomatlik, reproduktiv salomatligini saqlash to'g'risida. Shundan keyin bizda qator reproduktologik klinikalar ko'paydi. Undan tashqari reproduktolog shifokorlar ko'paydi va alhamdulillah mana bugungi kunda biz faoliyat yuritib kelyapmiz. Bundan juda ham xursandmiz. Aslini olganda, bilasizmi, siz aytgandek, mana O'zbekistonda aynan mana shu yo'nalishni tanlagan klinikalar hozir bisyor. Boshida misol uchun bitta yoki ikkita klinika bo'lardi. Hozir Toshkentning o'zida juda ko'p, viloyatlarda ko'p, ya'ni faoliyat yuritayotgan shifokorlar ko'p topiladi. Lekin aynan eko klinikasida qanday laboratoriya bo'lishi kerak, qanday jihozlar ishlash kerak, mutaxassislar qanday bo'lishi kerak degan savol ham insonni qiynaydi-da. Chunki inson o'sha yerga murojaat qilgandan keyin baribir natija kutadi. Shunda nimani roli katta deb o'ylaysiz?
to'g'ri aytdingiz Nigor opa, oldinlari bizda reproduktologik klinika bo'lmas edi, bemorlarimiz ko'pisi chet elga borardi, ya'ni Turkiyada, Qozog'istonda, Rossiyada eko amaliyotini bajarib orqaga qaytardi. Bu albatta oila uchun, bemor uchun katta xarajat albatta. Mana bugungi kunda bizda O'zbekiston eko klinikalari umuman dunyodan qolishmaydi deb ta'kidlashim mumkin, chunki yuramiz masalan Yevropani, Amerikani kongresslarida bo'lamiz, aynan shu reproduktologik kongresslarda va ko'ramiz, ularda bu dunyoda eng yangi qanaqadir yaxshi jihozlar bo'lsa, bu O'zbekistonda bor, klinikalarimizda bor alhamdulillah. Mana hozir ham bir qator shifokorlarimiz Eshirga ketishdi, Fransiyada aynan reproduktologik konferensiyaga ketishdi, yangi bilimlar olib kelishga. Albatta eko klinikada bir yuragi desa ham bo'ladi, bu embriologik laboratoriya. Bu laboratoriyani ahamiyati nimada? Biz shifokorlar, ginekolog, reproduktologlar ayolni hujayrasini olib beradigan bo'lsak, erini urug'i bilan ular chatishtirib, u bolachalarni 5 kungacha bir chiroyli qilib katta qilib berishadi bizga. Biz embrionchiklarni tayyor olib, bachadonga qo'yib beramiz. Vaholanki, mana shu nima deydi, endi insonni eng kichkina paytida, bu 5 kunlik hali umri desa ham bo'ladi, ular juda ham nozik bo'ladi. Misol shaharda chang ko'paysa, biz yuragimizni hovuchlab turamiz, voy embrionlarimizga ta'sir qilmasin deb, chunki ular sezuvchan bunga. Yoki harorat keskin o'ynasa, yokida chang bo'lsa, yokida ularning o'zini muhitida pH o'zgaradigan bo'lsa ham, bu juda ham muhim u embrionlar uchun. Shuning uchun bizda birinchi o'rinda albatta mutaxassislarimiz bor, Turkiyadan kelgan mutaxassisimiz bor, o'zimizning mutaxassislarimiz, ularga e'tibor berib nazorat qilib borishadi va undan tashqari albatta uskunalar ham bugungi kunda talabga javob beradigan, aslida shu nima deydi 50% bizning ishimizning natijasi bu embriologik laboratoriya. Ular yaxshi ishlab bizga embrionlarni yaxshi o'stirib bersa, biz onasiga ekkanda bu oila homilador bo'ladi, farzandli bo'ladi. Yana bir narsani esimizdan chiqarishimiz kerak emas, bu albatta irsiyat. Vaholanki biz chiroyli urug' o'stirdik, uni ekdik, lekin ayol homilador bo'la olmasligi mumkin-da. Nimaga? Chunki uni naslida yoki erining naslida qanaqadir irsiy muammolar bo'lishi mumkin. Yoki-da umuman irsiy muammolar bo'lmasdan aynan shu juftlikda bo'lajak farzandlarda irsiyatda shunaqa muammolar bo'lib, afsuski homilador bo'la olmaydi. Buning uchun ham mana bizda genetik shifokorimiz borlar va har bitta embrionni genetik tekshiruv imkoniyatimiz bor. Ya'ni bu embrion sog'lommi yoki nosog'lommi? O'zi shu savol meni qiynayotgandida, aynan eko jarayonida genetikning qanday roli bor ekan, nimaga juda katta rol albatta. Ya'ni endi bemor demaymiz, o'sha ota-onalar nima uchun genetikka uchrashi kerak? Demak, hozir tushuntirish ishlarini olib bordingiz. Men ham savolimga javob oldim va o'ylaymizki, ko'rsatuv davomida yana bu mavzuga qaytamiz. Ya'ni genetik nima uchun kerak degan savolga javob topamiz. Ana endi muxlislarimizdan kelgan savollarga o'tsak. Kelin olganimga 3 yil bo'ldi, hayzi muntazam kelmaydi, oylab kelmagan paytlari ham bo'lgan. Tekshirtirsak, doktor unga polikistoz tashxisini qo'ydi. Davolatsak, kelinim farzandli bo'la oladimi? Nima maslahat berasiz? Biz ham tezroq nevara ko'rishni istaymiz degan savol kelibdi. Shifokorimiz Dilnoza Xatuna javob bersalar shu savolga. Marhamat. Assalomu alaykum. Bugungi kunda haqiqatan ham polikistoz juda ham ko'p uchraydi. Ya'ni bizga bepushtlik bilan murojaat qiladigan bemorlarimiz o'rtasida polikistoz uchrash foizi juda ham ko'p. Lekin shunga qaramasdan polikistoz tashxisi bu qo'rqinchli diagnoz hisoblanmaydi va bemalol polikistoz bilan og'rigan qizlarimiz tabiiy homilador bo'lishlari mumkin. O'zi polikistozni o'ziga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, polikistoz bu faqatgina ginekologik tomondan emas, balki u ham endokrinologik va ko'pgina sistemalarda o'zgarish bilan kechadigan kasallik hisoblanadi. Polikistozni kelib chiqishida bugungi kunda asosan insulin rezistentlik holati muhim ahamiyatga ega. Ya'ni polikistoz bilan ko'proq o'sha ortiqcha vaznga ega bo'lgan qizlarimiz og'rishadi. Bundan tashqari nasliy omillarni ham esdan chiqarmasligimiz kerak. Ya'ni polikistoz faqatgina ortiqcha vaznli qizlarda uchraydi degani emas. Vazni normada bo'lsa ham polikistoz uchrashi mumkin. Polikistozda asosiy belgilar bizda
bu ovulyatsiya bo'lmasligi hisoblanadi. Bundan tashqari giperandrogeniya belgilari, ya'ni o'sha yuzda husnbuzarlar toshishi, yog'li yuz, bundan tashqari girsutizm, ya'ni keraksiz joylarda tuklarni, ortiqcha tuklarni, erkaklarga xos bo'lgan tuklarni ko'payib ketishi, bundan tashqari ortiqcha vazn va bu qizlarimiz eng asosiy muammosi o'sha ovulyatsiya bo'lmasligi bilan shikoyat qilib kelishadi va bu o'z navbatida bepushtlikka olib keladigan sabab. Demak, polikistozda ko'p savol berishadi, tabiiy homilador bo'lish mumkinmi? Albatta, agar polikistoz qizlarimizda bepushtlikning sababi faqatgina ovulyatsiya bo'lmasligi bilan bog'liq, ya'ni va ortiqcha vazn bilan bog'liq bo'lsa, tabiiy homilador bo'lish mumkin. Ya'ni demoqchiman, bachadon naylari o'tqisi, erkaklik faktori bo'lmasa, albatta bu qizlarimiz tabiiy homilador bo'lishlari mumkin. Polikistozning davosida birinchi o'rinda biz olib boramiz hayot tarzi o'zgartirish, ya'ni jismoniy harakat. Bu doim tavsiya qilib boramiz. 10 ming, 12 ming qadam yurish, o'z vaqtida uyqu, ya'ni soat 22:00, 23:00 da uyqu. Bundan tashqari dieta. Glikemik indeksi yuqori bo'lgan mahsulotlarni, demak, iste'mol qilmaslik tavsiya etiladi. Bular o'sha shirinliklar, kola, fanta, gazli mahsulotlar. Polikistozni davosi birinchi bo'lib shundan boshlanadi. Qolgan davolar o'sha shifokorga ko'rinib, diagnoz qo'yilgandan so'ng qo'shimcha dori vositalarini faqatgina shifokor tavsiyasi bilan iste'mol qilish mumkin. Tashakkur. Qo'shimcha aytmoqchi edim. Marhamat. Bilasizmi, oldinlari qo'rqardik-da, polikistozdan, voy kelinimda hayzi oylab kelmaydi, yillab kelmaydi, gormonlar buzilgan ekan, ajratib yuboraymi degan kelardi-da. Masalan, 10 yil oldin, 8 yil oldin shunaqa bemorlar kelardi. Bugungi kunda hattoki polikistozni ko'rmasdan turib, masofadan, ya'ni onlayn davolasak ham bo'ladi. Aynan shunga biz hozir marafon yo'lga qo'yganmiz. Klinikamiz onlayn marafoni, ya'ni unda bizda reproduktolog, somnolog, hatto somnolog degan shifokorimiz bor, bilasizmi? Uyqu bilan shug'ullanadigan mutaxassis, dietolog va sport vrachi shug'ullanamiz 1 oy davomida. Shunda qizlarimiz uy sharoitida nima yesa, hattoki ovqatlarni pishirib ko'rsatamiz. Chunki har kun o'zbek ayolda bitta yanaqasi dardi bor, nima ovqat pishiring deganda. Yana polikistozi bo'lsa, ham oilasiga to'g'ri kelish kerak ovqat, ham o'ziga. Shunda ovqatlarni tayyorlab, har kun davomida ratsion, uxlash va sportni bergan holda 1 oy davomida polikistoz bilan shug'ullanamiz. Ya'ni bugungi kunda polikistoz bu kasallik emas. Bundan biz albatta juda xursandmiz, chunki oldinlari hatto operatsiya ham qilardik bu qizlarni. Juda qiyin masala bo'lardi. Demak, hozir davolash juda oddiy, faqatgina qunt qilish kerak. Albatta. Va marafonimizga qo'shilsalar, albatta ko'p foydali ma'lumotlar oladilar. Tashakkur. Keyingi savol, qizim turmushga chiqqaniga 3 yildan oshdi, hayzi juda og'riqli keladi, hali homilador bo'lmadi. Tekshirtirganimizda bachadonda kista borligi aniqlandi. Uni davolash mumkinmi? Ma'lum ozgina xato bo'lgan bo'lsa kerak, tushunmovchilik bo'lgan bo'lsa kerak, bachadonda kista bo'lmaydi. Bachadon ichida polip bo'lishi mumkin yoki kista tuxumdonda bo'lishi mumkin. Agarda kista tuxumdonda bo'lsa, albatta bu uyda davolanadigan holat emas. Albatta shifokorga uchirishlari kerak. Kistani turlari har xil bo'ladi. Ba'zi bir kistalar, masalan, folikulyar kista, u o'z-o'zidan so'rilib ketadi. Uning muammosi yo'q. Uni nima deydi, shifosi vaqtida uxlash, misol, stressni kamaytirish. Endometrioz kistada shifokorlar bilan birga maslahatlashish kerak bo'ladi. Bachadonning ichidagi polip bo'ladigan bo'lsa, u xuddi so'galga o'xshaydi. Bachadonning ichida bo'lib, u spiral rolini bajaradi. Ya'ni hattoki ayol masalan embrion kelib bu yerda qo'naman desa, embrionga implantatsiya bo'lishga bermaydi. Vaholanki gastroskopiya orqali shu polipni olsak, bu ayol yengil va oson homilador bo'ladi. Shuning uchun o'ylaymanki, ular ozgina adashdilar, yoki kista tuxumdonda yoki-da bachadon ichida polip bo'lgan bo'lishi mumkin. Demak, sizni huzuringizga kelishsa, yordam berasiz. Oila qurganimga 2,5 yil bo'ldi. Menda endometrioz kasalligi rivojlanib borayotganligi sababli 2 marotaba homilam nobud bo'ldi. Kasallikni davolab homilador bo'lishim mumkinmi?
Ayjan Yersen bu savolga javob bersalar, shifokor jarrohimiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Endometrioz kasalligi bu har xil ayolda har xil kechadigan kasallik hisoblanadi. Endometrioz o'zi nima? Endometrioz kasalligi bu bachadonni ichki qavatidagi endometriy qavati boshqa organlar yoki bachadonni boshqa qismlarida o'sishi, например, turbalarda bo'lishi mumkin, bachadon nayl tuxumdonlarda bo'lishi mumkin, bachadonni miometriy qavatida, hattoki bachadon bo'ynida va boshqa a'zolarda, ya'ni odam organizmidagi endometriy o'smaydigan qismlarda ham, hattoki shunday nima исследованиялар borki, bu ko'zda ham endometrioz o'sganlarni ko'rganmiz. Endometrioz kasalligi o'zi har xil ayolda har xil kechadi. Simptomlari har xil bo'lishi mumkin, belgilari har xil bo'lishi mumkin. No, asosiy kasallikning simptomlari, ko'rinishi, o'zini ko'rsatishlari bu hayz vaqtida og'riqli bo'lishi mumkin, jinsiy aloqada og'riq bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasam hayz paytida siyish jarayonida og'riq bo'lishi mumkin, yoki kuchli o'tkazib yuborilgan endometrioz paytida bo'lsa, bunda hattoki tualetga kattasiga, ya'ni chiqqanida unda ham kuchli og'riq kuzatiladi. Chunki endometriy tugunchalari orqa qismda, ya'ni ichaklarni o'ziga bog'lab olgan bo'ladi va bunda bir-biriga yopishish hisobiga ichaklar peristaltikasi ham buziladi. Endometrioz deganda o'zi endometrioz har oyda endometriy qavati ko'chib tushadi va tashqariga chiqariladi tabiiy holatda. Sizda endometrioz, ya'ni kasalda, bemorda endometrioz bo'lganda, bunda endometriy bo'lgan qismlar ham, ya'ni boshqa joyda endometriozlar ham hayz ko'radi o'zini nimasida, organizmda, ya'ni bachadon naylarida bo'lsa, u yerda hayz bo'lmaydi, lekin o'sha endometrioz qavatlar, nuqtalar, tochkalar va hammasi o'sha birgalikda hayz ko'rishadi u yerda ham. Lekin hayz tashqariga chiqarilmaydi va bu kuchli og'riq va shamollash jarayonini keltirib chiqaradi. Shamollash jarayonini keltirib chiqargandan keyin to'qimalar o'ziga xos holatda yumshoqlikka ega bo'ladi va bu yerda qon aylanishi ham buziladi. Qon aylanish buzilgandan keyin o'z organ o'z funksiyasini ham yo'qotishni boshlaydi. Davolash usullariga keladigan bo'lsak, birinchi navbatda diagnostika qilishimiz kerak. Diagnostika qilganimizda UZI qilishimiz ham mumkin. Bu oltin standartlardan bittasi hisoblanadi. Undan tashqari gormonal fonlarini ko'ramiz ayolni va agar juda ham o'tkazib yuborilgan endometrioz, ya'ni boshqa organlarga ham tarqalgan bo'lsa, bunda MRT tekshiruvini o'tkazishimiz ham mumkin. Va bu tekshiruvlardan keyin ayolga individual davo qilishimiz kerak. Chunki gormonal fonini ko'ramiz, unda gormonal fon qanaqaligini, og'riqlar va simptomlar bilan ishlashga davom etamiz va endometrioz qavati boshqa organlarga tarqalishiga qarab o'zini mutaxassislarga, ya'ni biz endometriozni davolab beramiz va boshqa organlarga agar operatsiya kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bizga o'xshagan endoxirurglarga va ginekolog xirurglarga yuboramiz. Tashakkur. Suhbatimizni birozdan keyin davom ettiramiz. Bizda hozir reklama. Har bir ota-ona farzand baxtiga erishishga haqli. Siz ona bo'lasiz Eko markazi ana shu baxtni sizga taqdim etishda yaqindan yordam beradi. Klinikada malakali, o'z ishini mukammal biluvchi ayol reproduktologlar, Turkiyadan kelgan embriolog kabi mutaxassislar ayollar va erkaklardagi bepushtlik sabablarini o'rganib, davolashda sizga xizmat qiladilar. Maxsus idoralar ruxsati bilan eko amaliyoti faqat er va xotin o'rtasida bo'lib o'tadi. Natijalar haqida aytadigan bo'lsak, urug' foizi 0 qiymatida bo'lsa ham jarrohlik yo'li bilan eko amaliyoti bo'lib o'tmoqda. Siz ona bo'lasiz Eko markazida. Bugungi kungacha shu yerda davolangan oilalarning 1000 dan ortig'i siz ona bo'lasiz degan xushxabarni eshitishdi. Misol tariqasida birginam 2023-yil davomida 115 dan ortiq amaliyotimiz natijasida sog'lom bolalar dunyoga keldi. Siz ona bo'lasiz Eko markazi. Azizlar, biz ko'rsatuvimizni davom ettiramiz va keyingi savol: juda ko'p shamollayman, oddiy shamollash bepushtlikka sabab bo'lishi mumkinmi?
endi oddiy shamollash deb masalan grippni yo tomoq burunni shamollash nazarda tutgan bo'lsalar albatta yo'q, u bepushtlikka sabab bo'lmaydi ko'p holatlarda. Agar bu shamollash bo'lsa-chi? Qandagi shamollash, masalan bizda yoki urogenital zonadagi shamollash bo'lsa, albatta birinchi o'rinda bu sabab bo'lishi mumkin. Oldinlari ham shunga e'tibor bergan bo'lsangiz, ginekologlarimiz faqat shamollashga e'tibor berishardi, spritsevaniya, tamponlash shunaqa narsalar ishlatardik. Bugungi kunda yana qaytdik Nigor opa shunga. Bizda reproduktologiyada ham shunaqa modniy temalar bo'ladi desa ham bo'ladi. Bir gormonlarga kirib ketdik, ya'ni gormonlar birinchi o'rinda dedik. Undan keyin stimulyatsiyaga e'tibor berdik. Hozirgi kunda nafaqat reproduktologiya, balki umumiy meditsina mikrobiotaga juda katta e'tibor beryapti. Ya'ni bizda ichagimiz bor. Ichagimizdagi mikroblar miqdori, misol yaxshi mikroblar bor, yomon mikroblar bor. Oddiy tilda tushuntiryapman endi. Yaxshilarning miqdori ko'proq bo'lsa, insonni kayfiyati yaxshiroq bo'ladi, sog'lig'i yaxshiroq bo'ladi va reproduktiv tizimi yaxshi ishlaydi. Agarda yomon patogen mikrobiota ko'proq bo'ladigan bo'lsa, shunda bizda birinchi o'rinda insonni kayfiyati tushadi, stressga moyilligi oshadi, tez-tez shamollaydi umuman va reproduktiv tizimda ham homilador bo'lish ehtimoli pasayadi. Shuning uchun biz bugungi kunda mikrobiotaga katta ahamiyat beramiz. Erkakni ham, ayolni ham albatta shamollashi bo'lishi kerak emas. Qinda, siydik yo'llarida unga katta e'tibor va ahamiyat beramiz. Bormi? Demak, albatta shifokorga murojaat qilish kerak bo'ladi. Bu bilan aynan uyda shug'ullanishni maslahat bermayman. Chunki nima deydi? Chuqurlashi mumkin muammo paydo bo'lishi bilan shifokorga murojaat qilsangiz, aynan sizga to'g'ri keladigan antibiotiklarni yoki protivirusli dorilarni aniqlab, tezda bu muammo bartaraf etiladi. Tashakkur. Bepushtligimiz sababini tuxumdonimda follikulalar yetilmasligi bilan bog'lashdi. Bu holatda nima yordam beradi? Demak, shu muammo bilan bizga ko'p qizlar murojaat qiladi, kelinlar deylik, murojaat qilishadi. Ya'ni hayzim vaqtida kelmaydi, follikulim yetilmaydi va buni natijasida homilador bo'la olmayman. Ya'ni buni natijasida bepushtligim bor deb. Bunda asosiy bizda 4 ta tur bo'ladi. Aslida ovulyatsiya buzilishini, follikul yetilib yormasligini. Birinchisi bu kech uxlasangiz, misol prolaktin miqdori oshishi mumkin. Yokida bu yana nima deydi, jismoniy mashq bilan shug'ullanadigan sportsmenlarimiz borda, kuchli nagruzka qiladigan ayollarimizda ham bo'lishi mumkin. Ya'ni kech vaqtida uxlab va sport bilan shug'ullansangiz, sportni ozgina kamaytirish bilan bartaraf etiladigan turi. Ikkinchi turi bu polikistoz. Bu haqida Vodilnoza Xatovna aytib o'tdilar. Uni sababi insulin rezistentlik holat. O'zbekistonimiz juda ham unli, kaloriyli ovqatlarga boy, insulinni ko'taradigan ovqatlarga boy, shirinliklarimiz ham juda ham mazalida. Bu holatda aynan dieta, ya'ni to'g'ri ovqatlanish va sog'lom hayot turmush tarzi bilan buni bartaraf etamiz. Yana ikkita turimiz bor. Bu gipogonadotrop holat. Bu qizlarimiz tashxisini o'zi biladi. Kelgandan bizga sirazu aytadi. Bularda FSGLG degan gormonlar ishlab chiqilmaydi. Bularni faqat ukol dori bilan follikullarni yetishtirib, yoriltirib ona bo'lishga tayyorlaymiz. Yana bitta tur bu tuxumdonda zaxirasi qolmagan ayollarimiz. Odatda bu misol menopauza yoshida bo'lishi kerak-da, 50 yoshdan keyin. No, bugungi kunda biz yoshlarni ham afsuski shunaqa tashxis bilan ko'ryapmiz. 25 yosh, 28 yosh, shunga qaramasdan tuxumdonda zaxirasi qolmagan. Nima qilamiz? Albatta chet elda bo'lsa, bular donor hujayra ishlating deb maslahat beradi klinika. Bu bizning qonunimizda ham mumkin emas va dinimizga ham to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun bu qizlarimizda biz banking qilamiz. Ya'ni har oyma-oy bitta hujayrasini yig'ib boramiz. Bir oy hujayra chiqadi, bir oy hujayra chiqmaydi. Albatta bu qimmat jarayon bo'ladi, lekin agar biz o'sha embrionlarga erishib bachadonga qo'yib bersak, o'zini biologik ona, biologik otasi bo'ladi. Keyslarimizdan misol tariqasida keltiradigan bo'lsak, bir ayolimiz yosh ayol, 35 yoshlarda atrofida tuxumdonda endometrioz hisobiga operatsiya bo'lganlar, qator shu hisobiga tuxumdonda deyarli zaxira qolmagan. Bular bizga kelishdan oldin chet elda 2 marta donor programma ham qilganlar, ya'ni boshqa ayolning urug'ini olib, bachadonga qo'yib homilador bo'lmaganlar va biz har doim aytamiz, yaxshi ham homilador bo'lmabsiz deb. Nimaga? Chunki bizga kelganlarda biz banking qildik, oyma-oy hujayra yig'ib bordik. Bu ayolni 13 marta stimulyatsiya qilamiz, ya'ni 13 oy podrяд stimulyatsiya qildik
va 10 marta punksiya qildik, ya'ni 10 marta tuxumdondan hujayra olishga harakat qildik va shunda bizada adashmasam 4 tacha hujayra oldik va undan 2 ta embrion bo'ldi. Uni bachadoniga qo'yganda hozir mana dvoyna egizak ko'tarib yuribdilar. Albatta juda xursandmiz. Bu mashaqqatli, xarajatli jarayon, lekin ona bo'lish nima deydi, baxtini oldida hech narsaga teng emas albatta. Chunki natijasi muhimda har bir ishni. Demak, keyingi savol, bachadonaylarim qisman yopiq ekan, shu sababli homilador bo'la olmayotgan ekanman. Gidrotubatsiya amaliyotini tavsiya qilishdi. Bu o'zi qanday amaliyot? Bu amaliyotdan keyin homilador bo'lsa bo'ladimi? Ajayir senga javob bersin. Bachadon naylarini yopiqligi, balkim ular tushunmagandir. To'liq va to'liqmas yopiqlik deganda bu bachadon naylarini qanchalik darajada shishgan, ya'ni bachadon naylari o'zi qil o'tmas darajada ingichkalikka ega bo'ladi. Lekin ba'zi hollarda kasallikda, ya'ni endometriozda bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam shamollash kasalliklarida vоспалительный protseslarning hammasida deyarli bachadon naylari zararlangan bo'lsa, bachadon naylarida yopiqlik kelib chiqadi. Yopiqlik ham har xil joylarda bo'ladi. Bachadonning boshlanish qismida ko'rinishimiz mumkin, o'rta qismida va tuxumdon bilan birlashgan qismida ko'rishimiz ham mumkin. Bunda bachadon naylari qanaqa qilib yopishib qoladi yoki bo'lmasam yopilib qoladi deb ko'rishimiz mumkin. Bachadon naylarining uch qismida kiprikchalarni ko'rishimiz mumkin. Shu kiprikchalar bir-biriga yopishadi va xaltani keltirib chiqaradi. Xaltani ham o'ziga yarasha xususiyatlari, ya'ni 3 santimetrdan kichkina bo'lsa, biz kuzatib olib boramiz. Vоспалительный protsessi, ya'ni shamollashni ketkazishga harakat qilamiz. Endometrioz bo'lsa, endometriozni davolashga harakat qilamiz. Agar 3 santimetrdan katta bo'ladigan bo'lsa, bu bachadon naylarini olib tashlanishiga tavsiya beramiz va bachadon naylari olib tashlangandan keyin eko-XY amaliyotlarini patsientlarga tavsiya qilamiz. Lekin xromoperturbatsiya degan gidrotubatsiya degan nimamiz bor, protseduramiz bor, lekin bu protsedura hozirgi paytda biz tavsiya qilmaymiz bu nimani. Chunki maxsus suyuqlik yordamida bachadon nayi va bachadon ichiga suyuqlik jo'natiladi va bu suyuqlik shu bosim bilan jo'natilgani hisobiga ba'zan spaykalar hosil bo'lgan bo'lsa yoki bo'lmasam bachadon naylar yopilib qolgan bo'lsa, bosim bilan kelgan suyuqlik bachadon naylarni ochishga mo'ljallangan protsedura amaliyot hisoblanadi. Lekin bu amaliyotda shunaqa nimalari borki, bachadon bo'ynida yoki bo'lmasam bachadon o'zida qinda shamollash bo'ladigan bo'lsa, boyagi suyuqlik yuborgan suyuqligimiz bilan bosim bilan birgalikda infeksiya o'choqlari ham bachadon naylariga va qorin bo'shlig'iga ochilgan bachadonlar naylar orqali tushishi mumkin. Undan tashqari bachadon naylarini o'zida ham infeksiyalar bor. Suv jo'natganimizda o'sha bachadon nayida turgan infeksiya o'choq bachadon naylar ochilishi hisobiga qorin bo'shlig'iga tushadi va qorin bo'shlig'ida kuchli shamollash jarayoni, ya'ni peritonit jarayonigacha olib kelinishi mumkin va hozirgi paytda zamonaviy texnologiyalarga erishilgan holatda bachadon naylarini ochishimiz ham mumkin. Bunda laparoskopiya yo'li bilan ochiladi. Agar bachadon naylarini saqlab qolishni imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, bachadon naylarini olib tashlanadi va patsient eko-XY jarayoniga yuboriladi. Shu davo usullari ma'qulroq deb hisoblaymiz. Gidrotubatsiyani bo'lsa, biz tavsiya qilmaymiz. Tashakkur. Muxlislardan savollar kelyapti yana. 1 yoshli qizimga hayz ko'rganga o'xshab qon keladi oz-ozdan, 3-4 oydan beri shunday bo'lyapti. Doktorga ko'rsatdim. Shamollashdan bo'ladi. Farzand furotsilin bilan yuvish kerak dedi. Yuvdim, foydasi bo'lmadi. Sababi nima bo'lishi mumkin? Bu jarayon ona organizmidagi qiz bola homiladorlik paytidan boshlangan hisoblanadi. Chunki ona organizmida homilador paytida gormonlar o'zgarishi yuz beradi va shu gormonlar o'zgarishi natijasida qiz bolaga onani gormonlarini ma'lum miqdorigini o'tib boradi va shu ma'lum miqdor o'tganda tug'ilgandan keyin 3 yoshgacha bu jarayon kuzatilib boradi. Bu norma hisoblanadi. Hech qanday suyuqlik, hech qanday ba'zi bir nimalar bilan yuvish kerak emas, antiseptik narsalar bilan yuvish kerak
kerak emas. Bu ona organizmdagi gormonlar ta'sirida yosh qizchada gormonal hayz kelishga o'xshagan ozgina выделение kelishi mumkin. Bu norma hisoblanadi. Bu 1-2 kundan keyin o'tib ketish jarayoni bilan kuzatiladi. Bu xavotirli jarayon hisoblanmaydi. Agar o'tib ketmasa-chi? O'tib ketmasa, bolalar ginekologiga olib boriladi va gormonal fonni to'g'rilashga harakat qilinadi. Tashakkur. Menda siydik yo'lida uretrit kistam bor. Yana homilador bo'lsam bo'ladimi? Oldingi homilamda yiring yig'ilgan, tozalatgan edim. Albatta bular birinchi o'rinda urologik ko'rinishlari kerak bo'ladi, chunki kistani razmeri muhimda bizaga. Homiladorlik paytida bachadon kattalashgani hisobiga, homila kattaligi hisobiga bosib qo'yadi, siydik yo'llarni ham bosishi mumkin. Shunda kista joylashishiga qarab, uni hajmiga qarab, urolog shifokor ularga maslahat beradilar. U kista ehtimol olinadigan kista bor, olib bo'lmaydigan kista bor, joylashishiga qarab. Shuning uchun albatta urolog shifokorining ruxsati bilangina keyin homiladorlikka kirishlarini maslahat beramiz. Ba'zi bir holatlarda u kista olinish mumkin emasda. Shunda nima qilamiz? Albatta har doim o'sha siydik kislaya sreda deydi. Ishqoriy emas, kislay sreda bo'lishi kerak siydik yo'lida. Tabiiy narsalardan bu klyukva hisoblanadi. Magazinlarimizda bor, bozorimizda bor, quritilgan klyukvani damlama qilib homiladorligida ham ichsalar bo'ladi. Shunda ishqoriy emas, avot kislay sreda oshgani hisobiga infeksiyani o'sishiga yo'l qo'ymaydi. Shunda keyingi homiladorliklari xudo xolisi yaxshi o'tadi. Tashakkur. 7 yildan beri farzandimiz yo'q. Noto'g'ri davolanish, noo'rin tekshirishlar oqibatida bachadon naylarimi o'tkazuvchanligi rentgen nurlari oqibatida kuyib ketgan ekan. Nima maslahat berasiz? Men farzandli bo'la olamanmi? Dilnoza xatni javob bersalar shu savolga. Demak, biz bepushtlik sabablari deganda bir nechta sabablarni sanab o'tishimiz mumkin va bulardan eng ko'p uchraydigan bu bachadon naylari o'tkazuvchanligi buzilishi bilan bo'lgan holat. Bachadon naylari o'tkazuvchanligi qachon buziladi? Birinchi holat bu bo'lishi mumkin o'sha kichik chanoq a'zolardagi, jinsiy a'zolardagi yallig'lanish kasalliklarini yuqorida aytib o'tildi, o'z vaqtida davolamaslik natijasida asoratlangan holatlarda bachadon naylariga ham yallig'lanish o'tib, keyinchalik u joylarda chandiqli jarayonlar hosil bo'lishi mumkin va natijada bachadon naylari o'tkazuvchanligi buziladi. Yana bo'lishi mumkin ko'p sonli abortlardan so'ng. Ko'p sonli abortlar, ya'ni bachadon ichidagi turli xil aralashuvlardan so'ng bo'lishi mumkin. Bu farqi yo'q ayol xohishiga ko'ra yoki o'sha rivojlanmay qolgan homiladan keyin abortlar tozalangan bo'lsa. Yana shunaqa holatlar bo'ladi. Ayol yaxshi tug'di, lekin o'sha tug'ruqxonada vaqti 2-3 kun davomida temperatura qilgan holatlar bo'ladi. Bundan keyin ham bachadon naylarini o'tkazuvchanligi buzilishi mumkin. Bundan tashqari endometrioz kasalligida ayrim holatlarda bachadon naylarida yana eng ko'p uchraydigani bu o'sha qorin bo'shlig'idagi turli xil operatsiyalardan keyin ham, ya'ni bu jinsiy a'zolarga bog'liq bo'lmasligi mumkin. Tuxumdonlarda, bachadonda emas, balkim boshqa organlardagi operatsiyalardan keyin ham bachadon naylarida o'tkazuvchanlik buzilishi mumkin. O'sha operatsiyalardan keyin hosil bo'ladigan chandiqlar hisobiga. Endi bu qizimiz murojaat qildilar, 7 yil bo'lgan turmushlariga, tushunishimcha ularda bu birlamchi bepushtlik, ya'ni homiladorlik kuzatilmagan. Agar ularda bachadon naylari o'tkazilmaydigan bo'lsa, albatta ularga birinchi o'rinda eko-iksi amaliyotini tavsiya qilamiz. Juda ham ko'pincha savol berishadi, nimaga birdaniga eko bachadon naylarini ochishimiz mumkin-ku, shunaqa amaliyot bor ekan deb. Biz ko'p holatlarda bachadon naylarini ochish amaliyotini tavsiya qilmaymiz. Nimaga? Birinchidan bular turmushlariga o'zi 7 yil bo'lgan. Keyingi holatda yuqorida aytib o'tdilar, bachadon naylarini o'zi bitta vazifasi bor. O'sha spermatozoidlarni o'tkazib berish hamda tuxum hujayra bilan uchrashtirib hosil bo'lgan bola bachadon nayi orqali qaytib kelib bachadonni bo'shlig'iga yopishadi, ya'ni implantatsiya bo'ladi. Endi bachadon naylari yopiq, yopilgan holatda bachadon naylarini shu vazifasini ta'minlab beruvchi kiprikchalari baribir bir-biriga yopishib ketgan holatda bo'ladi. Bu bachadon naylarini
ochganimiz bilan bu holatda ularda bachadondan tashqari homiladorlik bo'lish ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi. Bundan tashqari agar bu operatsiyani o'tkazgan qizlar o'sha 3 oy, 6 oy ichida homilador bo'lmasa, bachadon naylari yana qaytadan yopilib qolishi mumkin. Shuning uchun ularga to'g'ridan-to'g'ri biz eko amaliyotini tavsiya qilamiz. Rahmat. 6 yildan beri farzandli bo'la olmayapmiz. Menda ham, xo'jayinimda ham qon guruhimiz manfiy rezusga ega. Bu bepushtlikka sabab bo'lishi mumkinmi? Yo'q, bu umuman bepushtlikka sabab bo'lmaydi, umuman. Hattoki xursand bo'lishlarini aytgan bo'lardim, chunki agarda ayollarda, ya'ni manfiy bo'lib erlarda musbat bo'lganida bularda muammo bo'lish ehtimoli bo'lardi. Ya'ni agarda bu farzandlari ona qornida musbat bo'lib turib, ona manfiy bo'lsa, rezus konflikt bo'lish ehtimoli bor. Bular hattoki shu konfliktdan ham istisno bo'ldilar. Ya'ni bularda faqatgina o'sha demak, bu yerda sabab boshqa. Sabab umuman boshqa, rezusni aloqasi yo'q. Singlim turmushga chiqqaniga 1,5 yil bo'ldi. Unda mioma bor ekan. Bu holatda farzandli bo'lish mumkinmi? Agar seni javob bersalar? Miomali patsientlar, ya'ni 3 ta ayoldan bittasida hozirgi zamonda yaxshi hosilali, ya'ni yaxshi tabiatli hosila bu mioma uchrashi mumkin. Lekin mioma bachadonni qaysi qismida uchraydi degan savol bor. Agar bachadonni ichki qismiga o'sadigan bo'lsa, u boshqacha taktika va boshqacha usullar bilan davolanadi va mioma tashqi tomonga o'sadigan bo'lsa, bu boshqacha taktika bilan qilinadi. Katta ehtimollik bilan bu savol egasida bachadonni ichki qismiga o'sadigan mioma bo'lsa kerak. Ichki qismiga o'sadigan mioma bo'lsa, bunda xuddi boya aytganimizdek polip kabi spiral vazifasini bajarib beradi mioma. Ya'ni implantatsiyaga embrion hosil bo'lishi mumkin tabiiy holatda, no bachadon ichiga kelib implantatsiya, ya'ni yopishish jarayoni bo'lmaydi. Va bu jarayonda biz nima qilamiz? Oltin standartlar, ya'ni birinchi navbatda UZI tekshiruvini o'tkazamiz. UZI tekshiruvini o'tkazganimizda bizda bachadondagi mioma qaysi qismda turibdi? Bachadonni ichki qismiga qarab o'syaptimi? Bachadonni miometri, ya'ni mushak qavatidan va tashqariga o'syaptimi? Hammasini tekshirib bo'lganimizdan so'nggina patsientga tavsiya beramiz. Agar ichki qismida o'tsa, gastroskopiya degan amaliyotimiz bor va bu gastroskopiya amaliyoti hech qanday kesimlarsiz, hech qanday tig' tekkizilmagan holatda ayolni tabiiy tug'ruq yo'llari orqali kichik apparat yordamida kiriladi va kichik apparat yordamida kirilgandan keyin boyagi mioma olib tashlanadi. Lekin bu amaliyotga ham o'ziga yarasha ko'rsatmalari bor. Bachadon miomasi, ya'ni ichkariga qarab o'sayotgan miomamiz 3 sm-dan katta bo'lsa, bunda kuzatuv tavsiya qilamiz. Nima uchun kuzatuv tavsiya qilamiz? 3 sm-dan katta miomani tashqariga olib chiqishimiz qiyinroq bo'ladi va bachadonni teshib qo'yish ehtimollik darajasi oshib boradi. Shuning uchun biz bachadondagi miomani 3 sm-dan katta miomalarni hammasini tayyorlab olamiz. Oldin dori vositalari beramiz, gormonal preparatlar va ayolga mos keladigan preparatlarni tanlaymiz individual tarzda. Bu anaqani nima qilganimizdan keyin qon tekshiruvlari o'tkaziladi va qon tekshiruvlaridan keyingina mioma shakli va hajmi kichraysa operatsiyaga olamiz. Agar ayolda miomalar mushak orasida va tashqariga qarab o'sadigan bo'lsa, bu har 3 oyda tekshirilib turilishini tavsiya qilamiz. Chunki katta hajmdagi miomalar qo'shni organlar, ya'ni siydik pufagi, ichaklarni o'z funksiyasini normal bajarishiga xalaqit berishi mumkin va shu funksiyalar buzilmasligi uchun kuzatiladi va miomalar qancha kattalashsa, buni ham laparoskopik usulda olinishi mumkin. Laparoskopik usulda olinganda bemor o'zini yaxshi his qiladi va osonroq tiklanish jarayoni bo'ladi. Shuning uchun laparoskopik usulni tavsiya qilamiz. Rahmat. Yana savollar kelyapti. Eko transferdan keyin nega embrionlar rivojlanmaydi? Ko'pincha birinchi transferdan keyin bo'lmaydi, ikkinchi, uchinchisida o'xshaydi deb savol beribdilar.
Bilasizmi, bemorlarimizni orasida shunaqa gap yuradiki, birinchi transfer o'xshamaydida, ikkinchi, uchinchilarida ehtimol katta bo'ladi deb, bu gaplarga qo'shilmayman. Birinchi transfer ham homilador bo'lish ehtimoli baland. Albatta bu qator nimalarga bog'liq. Bu ayolni, erkakni yoshiga bog'liq. Qanchalik ayol erkak yosh bo'lsa, shuncha homilador bo'lish ehtimoli baland. Chunki yosh kattalashgan sari genetik muammolar bo'lish ehtimoli baland bo'ladi. Aynan shu mana bu bemorimizga to'xtaladigan bo'lsak, nimaga embrion qo'ydik? Tayyor chiroyli embrionni qo'ydik, lekin ayolda birikmadi. Sababi turli bo'lishi mumkin. Birinchi o'rinda genetik irsiy muammo. Shuning uchun keyingi qo'yishdan oldin embrionni tekshirib, sog'lom genetik embrionni ekkanimiz yaxshiroq. Ikkinchi narsa, bu bachadonni ichki shilliq qavati, ya'ni biz xuddi bog'bonga o'xshaymiz. Biz urug'ni olamizda yerga ekamiz. O'sha yer yaxshi muhitda bo'lishi kerak. Bu qalin, yallig'lanishsiz endometriy bo'lishi kerak. Va bilasizmi, albatta biz shifokor, biz nima deydi, materialniy tomonini qo'yamiz, yana bizada duxovniy tomoni bor. Bu ilohiy narsa, kasbimiz. Alloh jon bermasa, biz 10 ta embrion qo'ysak ham homilador bo'la olmasligi mumkin. Aslida shifokor bunaqa deyishim kerak emasdir balkim, lekin bu bor narsa. Endi bu bor narsa. Bu bor narsa. Jon berish bizning qo'limizda emasda. Shuning uchun keyingi homiladorlikka mo'ljallaganda nima maslahat beraman? Albatta, embrionni irsiyatini tekshirish, bachadon shilliq qavatini chiroyli qilish va yaxshi gumonda bo'lish. Ayolni nastroyiga juda ko'p narsa bog'liq. Qachonki ayol o'ylaydiki, men uchun Alloh uchun oson menga farzand berish, da? Bu ayol bilan shifokorga ishlash ham oson bo'ladi, ayolning o'zi homiladorlikka erishish ham oson bo'ladi. Bizda shunaqa case deymiz, bunaqa случайlar bo'lgan. Misol, embriologimiz aytadilarki, 3 cc embrion yaxshi emas, kerak, shuni qo'ymay qo'ya qolaylik, yana embrion qilib boshqasini qo'yamiz deymiz. Ayol aytadiki, yo'q, давайте tavakkal qilamiz. Men tayyorman, qabul qilaman. Nima bo'lmasa qabul qilaman deydi. Shu ayol homilador bo'ladi, sog'lom qiz farzandli bo'ladi. Biz shifokorlar nima deymiz, og'zimizni ochib hayratlanamiz. Chunki bu ilohiy narsa aslida bizda. Shuning uchun ikki tomonni ham har doim maslahat beraman. Bu meditsina, fizikaviy tomoni va undan tashqari ilohiy tomonni ham har doim birga olib borishni. Ayolning qo'lidan keladigan narsa duoda, istig'forda bo'lish va yaxshi gumonda bo'lish. Shifokor o'z o'rnida albatta harakat qiladi eng chiroyli embrionni o'stirishga. Chunki bu bizning natijamiz. Bolalarimiz qancha ko'p bo'lsa, shuncha xursand bo'lamiz, shuncha zo'r ishlaymiz. Va sog'lom hayot turmush tarziga e'tibor berishni maslahat bergan bo'lardim. Bu o'rinda masalan ayolga gormon qilamiz, ekoga olamiz, punksiya qilamiz, ayollarimiz qator jarayonlardan o'tadi ko'rib. Erkaklarimiz faqat urug' topshiradi, ketadi, bo'ldi. Ularning ishi oson, ancha osonroqda, lekin mas'uliyat 50 ga 50. Erkakning ham ortiqcha vazni bo'lmasa, erkak ham masalan ziyonli moddalar ichish, chekish, noz va iste'mol qilmasdan, sport bilan shug'ullanib, vaqtida uxlab, energetiklar ichmasdan organizmini sog'lomlashtirsa, bizda embrionlar, yaxshi embrionlar chiqish ehtimoli baland bo'ladi. Shuning uchun bu ikkita juftlikka ham bog'liq va ularni nastroyiga bog'liq. Rahmat. Doktor menga multifolikula deb tashxis qo'ydi, homilador bo'la olamanmi? Albatta bo'lasiz. Biz multifolikulyar tuxumdonlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Aslida mana tuxumdonni biz xuddi shkatulочка deydi-ku, tillalarni saqlaydigan shkatulочка deymiz. Nima uchun? Qancha unda tillalar ko'p bo'lsa, shuncha boy bo'lasiz. Vaholanki ayol necha yoshida bo'lsa ham, qancha tuxumdonda zaxira follikulari ko'p bo'lsa, shuncha bu ayolni biz boy deb bilamiz. Bilamiz, sababi insulin rezistentlik. U bilan ishlash juda ham oson, lekin zaxirangiz ko'p bo'lganidan xursand bo'ling. Sizga hali beri klimaks kelmaydi, hali beri siz uzoq yillar davomida farzandli bo'lish ehtimolingiz bor. Tashakkur. Turmush qurganimga 3 yil bo'ldi, homilador bo'la olmayotganim sababi prolaktin gormonim baland ekan. Uni qanday me'yorga tushirsa bo'ladi? Dilnoza xatni javob bersalar. Prolaktin gormoni balandligi bu xalq tilida o'sha sut gormoni baland ekan yoki meditsinada giperprolaktinemiya holati deb ataladi. Demak, prolaktin miqdori bir qator sabablarga ko'ra baland bo'lishi mumkin. Bu organik o'zgarishlar natijasida yoki bo'lishi mumkin fiziologik holatda. Demak, fiziologik holatda qachon baland bo'ladi prolaktin? Albatta bu laktatsiyaga, ya'ni o'sha sut kelishiga javob beradigan gormon onalar emizikli bo'lgan vaqtida
baland bo'ladi. Bundan tashqari ayol doimiy ravishda stress holatlarida bo'lsa baland bo'ladi yoki kuchli jismoniy zo'riqishlardan keyin baland bo'lishi mumkin va eng muhimi bu uxlamaganda, vaqtida uyqu bo'lmaganda prolaktin miqdori juda ham baland bo'lib ketadi. O'shaning uchun biz patsientlarimizga har doim tavsiya qilamiz, xoh u ekoga harakat bo'lsin, xoh tabiiy homiladorlikka vaqtida uxlashni. Ikkinchi holatda bu organik jihatdan, ya'ni bu o'sha prolaktin normali, ya'ni mikroadenomali bo'lishi mumkin, makroadenomali bo'lishi mumkin. Shu holatda ham prolaktin miqdori baland bo'ladi. Endi albatta bu holat ko'p uchramaydi. Birinchi o'rinda prolaktinni tushirish uchun fiziologik sabablarni biz bartaraf qilishimiz kerak. Albatta prolaktin bundan tashqari gipotireoz holatida ham prolaktin baland bo'lishi mumkin. Shuning uchun agar fiziologik sabablarni bartaraf qilganda yoki MRT tekshiruvida hech qanaqa o'smalar aniqlanmasa, albatta endokrinolog ko'ruvi ham ularga tavsiya qilinadi. Prolaktinni tushirib, albatta ular tabiiy homilador bo'lishlari mumkin. Tashakkur. Birinchi farzandimni kesareva orqali tuqqanman. Hozir 2 yoshda, 1 oylik homiladorman. Tabiiy yo'l bilan tug'ishim mumkinmi? Demak, kesar kesish amaliyoti birinchi farzandlarini agar kesar kesish amaliyoti orqali tuqqan bo'lsalar, ikkinchi farzandlarni ular albatta tabiiy ravishda o'zlari dunyoga keltirishlari mumkin. Bir marta o'tkazilgan kesarcha kesish amaliyoti bu ikkinchi marta ham kesar kesish amaliyotiga ko'rsatma hisoblanmaydi. Endi bu yerda qarang, vaqt uncha ko'p o'tmaganda 2 yosh ekan farzandlari. 2 yosh bo'lganda ham bu joyda birinchi o'rinda biz o'sha bachadondagi chandiqqa holatiga e'tibor berishimiz kerak. Ayolimiz butun homiladorlik paytida chandiqlari kuzatiladi. Agar chandiq yaroqli bo'ladigan bo'lsa, demak bemalol ular o'sha homiladorlikni oxirigacha yetkazib o'zlari tug'ishlari mumkin. Albatta bu jarayon qiyin jarayon hisoblanadi. Juda ham malakali akusher-ginekologga boradi, ya'ni kesarcha kesishdan keyin tabiiy tug'ruqni. Bunda tug'ruq jarayoni qanday ketishiga juda ham muhimda. Dardi yaxshi kelishi kerak, sixvatka deymiz. Bolani vazni ortiqcha bo'lishi kerak emas, normada bo'lishi kerak. Ya'ni mana keyingisini o'zim tug'aman deb niyat qilgan bo'lsalar, boshidan yaxshi shifokor nazoratida turishlari kerak birinchidan. Bolani vaznini kattalashtirib yuborishmaslari kerakda. Taxminan 3 kilo atrofida bo'lgan farzandni ehtimol balandroq bo'ladi tabiiy tug'ruqqa olishlarini. Turmush qurganimga 7 yil bo'ldi, 2 farzandim nobud bo'ldi. Tekshirtirganimda ATP gormoni juda baland ekan. Buni davosi bormi? ATP gormonini bilmas ekanmiz Nigor opa. Endi mana shunaqa deb yozilganda, balki boshqachadir. Tekshirtirganimda muharrirlarimiz aytishsin. ATTPO. Po'si ham bor ekan. Da, ATTPO gormoni bor. Bu buqoq bilan bog'liq bo'lgan gormon hisoblanadi. Aynan ko'p holatlarda antitela tiroid peroksidazi u buqoqda yallig'lanish borini ko'rsatadi yoki-da organizm o'sha buqoqqa qarshi autoimmun holat ataka boshlaganini ko'rsatadi. Bu ham infeksion faktorni natijasi. Misol tishlarda karies postoyanno davolanmagan bolalarni davolash juda muhimda yoki tomoq, burun, lo'r organlarida yallig'lanish bo'ladigan bo'lsa, u limfa tugunlari orqali o'sha buqoqqa kelib, buqoqda yallig'lanish jarayonini qo'zg'atadi. Bu bitta sabablardan biri. Aslida yana sabablari turli bo'ladi va bu ko'p holatlarda homila tushishiga yoki homila o'smasligiga yoki farzand nobud bo'lishiga sabab emas. Bugungi kunda shunaqa fikrimiz bor. Tashakkur, hurmatli teletomoshabinlar, bizdan uzoqlashmang. Bizda hozir reklama ekan, suhbatimizni davom ettiramiz. Har bir ota-ona farzand baxtiga erishishga haqli.
Siz ona bo'lasiz Eko markazi ana shu baxtni sizga taqdim etishda yaqindan yordam beradi. Klinikada malakali, o'z ishini mukammal biluvchi ayol reproduktologlar, Turkiyadan kelgan embriolog kabi mutaxassislar ayollar va erkaklardagi bepushtlik sabablarini o'rganib, davolashda sizga xizmat qiladilar. Maxsus idoralar ruxsati bilan eko amaliyoti faqat er va xotin o'rtasida bo'lib o'tadi. Natijalar haqida aytadigan bo'lsak, urug' foizi 0 qiymatida bo'lsa ham jarrohlik yo'li bilan eko amaliyoti bo'lib o'tmoqda. Siz ona bo'lasiz Eko markazida bugungi kungacha shu yerda davolangan oilalarning mingdan ortig'i siz ona bo'lasiz degan xushxabarni eshitishdi. Misol tariqasida birginam 2023-yil davomida 115 dan ortiq amaliyotimiz natijasida sog'lom bolalar dunyoga keldi. Siz ona bo'lasiz Eko markazi. Hurmatli teletomoshabinlar, xasta bo'lmang ko'rsatuvi jonli efirda davom etamiz. Yaqin qarindoshlarimiz, amakivachchalar turmush qurganmiz, 7 yildan beri befarzandmiz. Biz eko qildirishimiz kerakmi? Nima maslahat berasiz? Bu savolga genetikimiz To'jiba Shafqatov javob beradilar. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Bizni studiyamizga taklif qilganingizdan juda ham xursandmiz. Xush kelibsiz. Bu holatda yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohlarda odatda genetik nuqsonlar borligi sababli bepushtlik yoki bola tug'ilsa ham genetik nuqsonli bolalar tug'ilish holatlari kuzatilib turadi. Aynan shu sababli qavm qarindosh o'rtasidagi nikohlarda biz homilador bo'lishdan oldin genetik maslahatiga murojaat qilishga va DNKlardagi yashirin bo'lgan nasldan naslga o'tuvchi kasalliklarga tekshirishga maslahat beramiz. Bu narsani qilingandan keyingina homiladorlar haqida o'ylab ko'rishsa bo'ladi. Xolamni o'g'illariga turmushga chiqqanman, 2 farzandim bor, ikkalasi ham nogiron tug'ilgan, yana homilador bo'lishga cho'chiyapman. Nima maslahat berasiz? Biz sog'lom farzandli bo'la olamizmi? Bu yana o'sha qarindoshlar o'rtasidagi nikohlar masalasi. O'zi har bir inson soppa-sog' bo'lishiga qaramasdan o'zining DNKsida yashirin holatda qandaydir kasalliklarni tashib yuradi. Har birimiz hozir sog'lom bo'lsak ham tanamizda qanaqadir kasalliklar bor. Lekin qarindosh urug' bir-biriga oila qurganda mana shu kasalliklar soni bir xilligi sababli qarindosh urug'da bu narsa darhol yuzaga chiqishni boshlaydi va bolalar kasal bo'lib tug'iladi. Endi keyingi farzandni kasalliksiz dunyoga keltirish uchun yana genetikka murojaat qilishadi. Biz o'sha avvalgi ikkidagi farzanddagi kasallikni aniqlaymiz va keyin bu kasallik ota-onadan kimdan o'tganini, qanaqangi holatda o'tganini aniqlagan holda eko amaliyotini amalga oshirib, mana shu kasallik geni o'tmagan embrionlarni, sog'lom embrionlarni ona bachadoniga ko'chirib o'tkazamiz. Tashakkur. Turmush o'rtog'imda spermogramma tahlil javobi 0% chiqdi. Bu holatda farzandli bo'lishimiz mumkinmi? Urolog shifokorimiz Nuriddin Anvar javob beradilar. Marhamat. Assalomu alaykum. Birinchi navbatda agar spermogrammada, sperma tahlilida urug'lar chiqmasa, bu azospermiya deyiladi. Bunda gormonal yoki genetik tahlillarni ko'rib, keyin biopsiya orqali urug'dondan urug'larni olib, eko muolajasini o'tkazishimiz mumkin, farzandli bo'lish imkoni bor. Tashakkur. Menda urug' yo'llari fibroz xastaligi aniqlandi. Biopsiya qilganda urug' bor deb aytishgan. Faqat urug' yo'li yopiq ekan. Uni davolasa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Hozirgi kunda zamonaviy operatsiya turlari ko'paydi. Bunga yechim mikroxirurgik yo'l bilan urug' yo'llarini ochish mumkin. O'sha zahoti ham urug'larning yo'lini ochamiz va mikroteza operatsiyasini o'tkazib, spermatozidlarni muzatib qo'yib, keyin eko muolajasini o'tkazishimiz mumkin. O'g'lim 29 yosh, uylanganiga 3 yil bo'ldi. Tekshirtirsak, noobstruktiv azospermiya aniqlandi. Bu o'zi qanday kasallik? Unga nima sabab bo'ladi? Davolash mumkinmi deb so'rabdilar. Bu yoqda sabab urug'donlarning funksiyasi buziladi, urug' funksiyasi buziladi. Bunga sabab genetik, gormonal buzilishlar bo'lishi mumkin, har xil infeksiyalar bo'lishi mumkin. Bunda ham biopsiya yo'li bilan urug'dondan urug'lar olib, biopsiya yo'li bilan eko muolajasini o'tkazishimiz mumkin. Tashakkur. Progesteron gormonim baland chiqdi. Nima sabab?
progesteron balon chiqsa bu yaxshi. Yaxshi, chunki progesteron bizga ovulyatsiya bo'lganini ko'rsatadi. Ya'ni ayolning tuxumdoni ishlayapti, ayol homilador bo'lishi mumkin. Ayolda gormonal o'zgarishlar yaxshi degan ko'rsatkichni ko'rsatadi. Progesteron aslida bizga sakinat beradi. Progesteroni buzilgan ayollar jizzaki, nima deydi, stressga moyil, mana polikistoz tuxumdonlarda shunaqa bo'lishi mumkin-da. Ovulyatsiya yo'q, progesteron yo'q, ayollar juda ham stressda. Progesteroni eng baland bo'lgan ayollar bu homilador ayollar bo'ladi. Suv etsa, sel etsa ularga farqi yo'q. Shuning uchun yokida siz homiladorsiz, yokida sizda ovulyatsiya bo'ldi, bu yaxshi belgi. Tashakkur. Yoshim 37 da, menda har oyda follikulalar yetilib yorilyapti, ammo homilador bo'la olmayapman. Endometriya 7 mm, strukturasi 2 qavatli. Juda yaxshi savol. Go'rapa, endi bularda xronический endometrit bo'lishi mumkin, surunkali endometrit. Lekin bizga ko'p qizlar, oilalar murojaat qiladiki, masalan, erining urug' foizlari yaxshi, ayolida ovulyatsiya buzilmagan va bachadonlari chiroyli, bachadon naylari o'tuvchanliklari yaxshi, shunga qaramasdan homilador bo'la olmaydi-da. Bu bizda sababsiz bepushtlik turiga kiradi va bu taxminan 25% uchraydi bizani aholimizda. Bunda nima maslahat berishimiz mumkin? 37 yoshga kirgan bo'lsalar, tezroq eko amaliyotini qilishlarini maslahat beraman. Baribir har bitta ona borki, u ayol borki, u ona bo'lishni istaydi. Shuning uchun bora-bora yosh o'tgan sari afsuski tuxumdonlarda zaxira kamayib boshlaydi. Ko'p qizlarimiz albatta eko emas, o'zim tabiiy homilador bo'lganim yaxshi deydi, lekin aynan bularga eko amaliyotini maslahat beraman. Yoshligida, tuxumdoningizda zaxira borligida embrion qilib olib qo'yib, tez-tez homilador bo'lishingiz mumkin. Bilasizmi, ekodan qo'rquv jamiyatimizda juda ko'p. O'zimni urug'imni qo'yadimi, begonanikini qo'yadimi, yokida sog'lom farzand tug'iladimi degan ko'p qo'rquvlar bor. Mana bugungi kunda dunyoda 10 milliondan ortiq eko orqali farzandlar dunyoga kelibdi. Bu nima deydi, O'zbekistonning 3dan 1 desa ham bo'ladi-da. Agarda bularda qanaqadir takroriy muammolar uchraganida albatta mediklar, shifokorlar bu amaliyotni amalga oshirmas edik, to'xtatgan bo'lardik. Shuning uchun maslahat bergan bo'lardimki, agarda sizda ko'rsatma bo'lsa, eko amaliyotidan qo'rqmang, tezroq ona bo'lishga harakat qiling. Bizda ko'p keyslar bor, eko amaliyotini qilamiz, 4-5 yil bepushtlik bilan farzandli bo'ladi-da, 1,5 yil, 2,5 yildan keyin o'zi tabiiy o'zi homilador bo'lib qoladi. Qanaqadir jarayonlar o'zgargan bo'ladi tug'ruqdan keyinda, bu yoki organizm sog'lomlashadi tug'ruqdan keyin ayolning. Shuning uchun ona bo'lmoqchi bo'lsangiz, nafaqat ota bo'lmoqchi bo'lsangiz, albatta eko muolajasidan qo'rqmang va shuni ham Alloh bizga bitta instrument qilib berdimi, shundan ham foydalanishingiz to'g'ri deb bilaman. Tashakkur. Embrionlarni genetikasini tekshirish mumkinmi? Avlodimizda genetik kasalliklar bo'lmasa ham tekshirish kerakmi? Avlodda hech qanaqangi genetik kasalliklar bo'lmagan taqdirda ham embrionlarni genetik tahlil qilish maslahat beriladi hamma jamiyatlar tomonidan. Buni sababi odam soppa-sog' bo'lganda ham, avlodida hech qanaqa kasallik bo'lmagan holatda ham genetik kasalliklar 80%, 90% holatlarda soppa-sog' insonlarda yuzaga keladi. Shuning uchun inson soppa-sog' degani uni urug'i va uni tuxumi soppa-sog' bo'ladi va embrioni sog' bo'ladi degani emas. Albatta eko amaliyotidan oldin genetik tashxisni amalga oshirish kerak. Trubada suyuqlik yig'ilish, gidrosalpinx va endometrioz bu qanaqa kasallik va uni davo chorasi haqida aytsangiz. Endometrioz haqida gapirdik. Birinchi diagnoz haqida ham gapirdikmi? Gidrosalpinx to'g'risida ham qisman gapirdik. Agar qo'shimcha qilmoqchi bo'lsangiz, marhamat. Bu qizimizda nima bo'lishi mumkin? Tuxumdonda zaxirasi kamayishi mumkin, endometriozi borligi hisobida va bepushtlik bo'lish ehtimoli baland, chunki bachadon nayda suyuqlik yig'ilgan. Birinchi qiladigan narsalari nima? Bu albatta shifokor konsultatsiyasi, shifokor aniqlaydi. Masalan, meni qabulimga kelganlarda men nima qilgan bo'lardim? Birinchi qarayman, tuxumdonda zaxira bormi yoki yo'qmi? Agar zaxiralar ko'p bo'lsa, ehtimol bilan laparoskopiyaga jo'natib, turbalarni ochishga harakat qilishimiz mumkin, endometriozni olishga harakat qilishimiz mumkin. Agarda zaxira kam bo'ladigan bo'lsa, unda banking amaliyotini qilgan bo'lardim. Ya'ni urug'larni yig'ib olib, keyin bachadon nayi bilan shug'ullanib, endometrioz bilan shug'ullanib, embrionlarni ekib bergan bo'lardim.
aynan sizga shifokorga tezroq murojaat qilishingizni maslahat beraman. Chunki holat shunaqa, nima deydi, shu holat shuni talab qiladi. Tashakkur. Turmush qurganimga 4 yil bo'ldi, haligacha farzandimiz yo'q. Tekshiruvdan o'tganmiz, xo'jayinim har tomonlama sog'lomlar, urug'larning foizi ham, harakatchanligi ham me'yorda. Meni hayzim vaqtida keladi, ovulyatsiya vaqtida bo'ladi, lekin homilador bo'lmayapman. Buni sababi nima? Bu mana shu boya aytib o'tganimdek, sababsiz bepushtlik deyiladi. 25% bizga murojaat qiladigan juftliklarda uchraydigan holat. Shu holatda biz sal cho'chib turamiz, bularda irsiy muammo bo'lishi mumkin. Aytganlaridek, To'ychiboy Shavkatovich, ayol sog'lom, erkak sog'lom, lekin bular tashuvchi. Va shu ikkita tashuvchi gen uchraganda aynan embrionda nosog'lomlik hosil bo'lib, yuzaga kelib, farzand bo'la olmaydi yoki embrion to'xtab qoladi, yoki homiladorlik to'xtab qoladi. Albatta, eko muolajasini va u embrionlarni irsiyatini tekshirishni maslahat bergan bo'lardim. Bilasizmi, aslida eko bir mo'jizaviy narsa, bizning qo'limizda deb o'ylayman. Chunki mana urologimiz aytganlaridek, urug' 0 bo'lgan holatda oldinlari homilador bo'la olmas edi juftliklarda. Bugungi kunda ozgina o'sha moyakdan to'qima olib, embriologlarimizga berishadi. Mana embriologimiz aytib beradilar, Asal Ravshanni qanaqa uni ichidan urug'ni bo'lsa olib, shu farzandga, farzand bo'lib tug'iladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Erkak kishini urug'ini olgandan keyin biz uni mikroskop orqali kuzatamiz. Uning konsentratsiyasini ko'rishimiz kerak. Demak, bu konsentratsiya degani 1 millilitrdagi spermatozoidlarning soni. Ikkinchi etapi sonini aniqlaganimizdan keyin foizni ko'rishimiz kerak. Ko'plar adashtiradi, foizi 0 ekan deyishadi. Lekin aynan foizi 0 degani nimani aniqlashi, nima haqida gap edi? Demak, u показатель emas. Yo'q, u показатель aktivnostga qaramishli bo'lishi mumkin. Aktivnosti masalan 0 bo'lishi mumkin, lekin soni masalan 30 million bo'lishi mumkin. Yoki morfologiyaga bog'liq bo'lishi mumkin. Morfologiyasi 0 bo'lishi mumkin, lekin konsentratsiyasi yaxshi bo'lishi mumkin. Shu ko'rsatkichlarni ko'rganimizdan keyin ularni maxsus blanklarda belgilaymiz va reproduktolog vrachlarimizga uzatamiz. Ular keyin shu jarayonni davom ettirishadi. Eko paytida bizga sperma kelgandan keyin u hamma ko'rsatkichlarni tekshirib, uni tayyorlab, tozalab, maxsus sredalarda embrion laboratoriyaga uzatamiz va u yerda hamma asosiy mo'jizalar ro'y beradi. Tashakkur. Vaqt juda tez o'tib ketdi. Savollar qolib ketdi. Demak, Telegram chatimizda agar vaqtingiz bo'lsa, albatta ana shu savollarga javob berib qo'yasiz degan umiddamiz. Sizlarni barchangizni davra markaziga taklif qilaman. Bugun ko'pchilik bo'lib kelgansiz. Savollarga to'la to'kis javob berganingiz uchun sizlarni barchangizdan minnatdorman. Yana kelasiz degan umiddamiz. Katta rahmat. Yaxshilikda, yaxshi kunlarda aynan mana shu studiyada ko'rishamiz. Azizlar, hurmatli teletomoshabinlar, bugungi efirimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi efirlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.